Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlar bilan tinchlik xotirjamlikda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Hozir TikTokda oldimdan bitta video chiqib qoldi. Shuning uchun obunachilarim ichida ayollarimiz, onaxonlarimiz, opa-singillar juda ham ko'p. Ulardan so'ramoqchiman. TikTokdagi videoda izohda mana shunaqa videoga mana shunaqa kommentariy qoldirgan. Savol kommentariyani qaranglar. Kesir va yo'li bilan farzandni dunyoga keltirgan onalar tabiiy tug'ruq yo'li bilan farzandini dunyoga keltirgan onalarga nisbatan farzandlarga mehrlari kamroq bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Kesarcha kesish yo'li bilan farzandini dunyoga keltirgan onani mehri kamroq bo'lar ekan. Tabiiy tug'ruq yo'li bilan dunyoga keltirgan farzand dunyoga keltirgan onalarga nisbatan. Ular o'zlari tabiiy tug'ruq yo'li bilan dunyoga keltirmaganligi uchun farzandiga kamroq mehr berar ekan. Qaysi ahmoqona kalla bilan, qaysi ahmoqona fikr, qaysi miya bilan bu kommentariyani yozgan ayol kishi yozgan. Men farzandlarimni tabiiy tug'ruq yo'l bilan dunyoga keltira olmaganman. Men xohlaganim bo'lmagan. Allohning xohlagani bo'lgan. Lekin men tug'ruq azobini ham chekkanman. Faqat farzandlarim ichimda o'lib qolmasliklari uchun kesira va kesish yo'li bilan dunyoga keltirishga majbur bo'lganman. Undan keyingi og'riqlar, undan keyingi azoblar bu yo'l bilan ham, u yo'l bilan ham ona-ku ular. Bitta nom, ona. Qaysi ona o'zini farzandiga mehri pastroq, balandroq bo'lishligi bilan o'lchanadi? Onani mehri shunaqa o'lchanishi mumkinmi? Kesir va yo'li bilan tug'gan ona, tabiiy tug'ruq yo'l bilan tuqqan onani mehrini tafovut qilish mumkinmi? Qaysi? Izohlaringizni kutaman, hurmatli ayollar. Kim kesir va yo'li bilan dunyoga keltirgan, kim tabiiy tug'ruq yo'l bilan dunyoga keltirgan va bu gapga sizlar nima deysizlar? Bu gap emas. Ahmoqona fikr emas bu. Og'zini bir chekkasidan chiqib ketgan javoblaringizni kutaman.